Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Demak, qiziqarli uchrashuvda va keng tusda ommalashayotgan turnirning so'nggi hal qiluvchi uchrashuvida siz azizlar bilan diydorlashyapmiz. Finalda o'zbek futbol afsonalari Legends jamoasi Sonic X ga qarshi. Atmosfera zo'r. Yuqorida aytib o'tganimdek, Milliy futbol markazining yopiq stadioni. O'yin boshlandi. Chap tomonimizda afsonalar Legends jamoasi vakillari. Odamda bir odatda bo'ladi-yu, favorit jamoaga simpatiya bo'lmaydi. Uzatma ichkariga va yaxshi imkoniyat. Gol bo'lishi mumkin. Qanday olib chiqdi darvozabon? Darvozabondan ajoyib seyv ko'rdik. Tezkor harakat qilib, o'sha mana kadrni qarang, darvozabonning seyvini qulayotgan paytda qaytarib yuboribdi chap qo'li bilan. Ajoyib. Takroriy lavhamiz ham bor ekan, juda zo'r. Mana 3-chi takroriy lavha Davron bu. Zo'rda shu bizga qulay. Sakrab turib, na bosh bilan, na oyoq bilan emas, ko'ksi bilan zarba berdi. Ko'ksi osmon o'zbegi. Darvozabonga qoyil. Z avlod vakillari ham ko'p. Z avlod. Xo'p, yaxshi. Hozir avaz ketyapti va hammani aldab chiqdi. Wow. Yaxshi yurish qilishyapti. Uzatma va ofsayd yo'q. 1-1. To'p darvoza to'g'rida. Yorib tashlashdi. Dahshat hujum. Afsonalarni aldab aylanib o'tib hozir Z gol urishdi borib. O'sha Z'ni ko'rdim men pastlarda bor. X gol urishdi, X. Sonic X. Ya zo'r. Z shaklini oxirigacha chizib qo'yaman deb turib, tepasini golni kiritishdi. Zo'r Shinaman kelishdi. Bilardik shinaman. Uzatma, nihoyat afsonalardan hujum. O'y zarba. Lekin hakam aldanmadi. Futbolchilarning hiylasiga uchmadi. Men Davron o'zim ham sekin Sonic X'ga muxlislik qilishni boshladim. Ichki ruhiyat. Bular endi futbolchi-yu. Shu mana gol takroran Kingsman asoschisi tomonidan kiritilgani takror hech qanaqa bu havaskorlar o'yini emas. Bu shunchalik ong ostiga ta'sir o'tkazyaptiki, muxlislar bilan ham borib gaplashib kelishyapti. Bu ham o'yin intrigali o'tayotganligini ifodalovchi manzara. Lutfulla To'rayevga nisbatan muxlislar tomonidan haqorat ishlatilgan, o'shani eshitib qolishibdi va muxlislar tark etsa maydonga tushamiz deyishmoqda. Kazak. Oppa, Murod. Olib qo'yishadi hozir. Ketdi, 1-1. Avaz ketyapti, avaz ketyapti. Avaz. Noaniq zarba. Hammasini to'g'ri qilishdi, zarba noaniq chiqdi. Uzoq burchakka yo'llamoqchi bo'ldi, aylantirib. Oxirigacha havas qiladigan darajada avaz o'ynadi, lekin qarang, bunyodkorda 15 yoshgacha o'ynagan, talanti bo'lgan, lekin nimadir sabab bo'lib o'sha tirikchilik sabab tashagan ekan futbol. Juda chiroyli harakat bo'ldi hozir. Sekin yaqinlashyapti Legends jamoasi. Lekin istalgan paytda to'pni olib qo'yishlari mumkin ekan bu tomon. Shixov. Qoida buzilgani yo'q, Shixovdan to'pni olib qo'yishdi va ofsayd yo'q. Yana 1-1 chiqib ketilyapti. Darvozabon aldab o'tilyapti. Gol! Dahshat do'stlar. Mana 9 Rozmatov. Boya foydalanisha olmay, endi sun'iy o'yindan tashqari holat qilmoqchi bo'lishdi, lekin bularning murabbiy Hansi Flick emasdi. Shuncha to'g'ri mana shu liniyada sal oldinroqdan berilganda mayli. 1-1 chiqildi, yaqin burchak ishg'ol etadi. Zo'r. 2-0 Sonic jiddiy start oldi birinchi taymda. Endi to'g'ri o'ynayapti, raqibga to'pni berib qo'yib, qarshi hujumlardan foydalanish.
uzatma havoda to'p uzatib berildi va ikkinchi qavatda Anzur Ismoilov va Endi gol bo'lish- Yo'q, yo'q, Oybek yo'q. Qilichev. Zo'r to'xtatdi to'pni. To'rayev To'rayevdan yomon emas pas. va Bu joyda kurrash uzolashib ketdi. Ikkinchi qavat zo'r. Gol, 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 gol! Afonin boyagi vaziyatni yopib ketdi. Juda chiroyli gol. Afsonalar ursa shunaqa uradi. Afsonalar golini Afonin urdi. Afsonaviy golga aylandi endi. Ha. Legends nomiga mos gol bo'ldi. O, Bek sari odimlayapti. Tojiyev ham shu yerda Farhod. Mana Takroriylar takrorlarni bor. ko'rishimiz mumkin. Afoninni o'zi ko'tarib bergan ekan. Keyin mana bu joydagi uzatma Zo'r. va Oppa! darvozabondan zo'r tomosha Qarang, yo zarbani ham yaxshi bergan edi. va chalg'ituvchi futbolchi ham bordi o'rtada. Yaqinda Cristiano urdi, shunga o'xshash gol. Cristiano bulardan kattami yo barobarmi? Shu Mana bu joyda avlodda. hozir Lekin juda ham keskin Xato. murosasiz o'yin bo'layapti, haqiqiy finalga xos. va sekin-sekin pressingni yuqorilatdi. Zarba yo'llanadi. Yomon Zofa. emas. Zofa. O'zi ham tepib ko'rdi, boya faqat pas berayotgandi. Demak 30 daqiqaga kelishgan. Ha, 30 daqiqaga kelish. To'g'ri, to'g'ri qaror. Bahodirning zarbasini ko'ramiz ekrandan. Zarba Gol, darvozabon gol. qaytara olmadi. Posmon yaxshi o'ynadi. esa So'lik X jamoasi prezidenti Hojimat Erkinov amalga oshiradi. Mana Hojimat. Hojimat. Hop, Gol. Oyoq kiyimi chiqib ketdi. O'zi gapirmoqchi edim, shimda borib tepyapti-ya deb. Qiziq vaziyat bu, o'zi ham kulib yordi. Darvozabonni shu chalg'itdi o'zi. Hojimatning krossovkasi trayektoriyasini muhokama qilib, Bizga yo, to'pni operator hamchi to'pga bormasdan krossovkaga dedi-yu. Mana operatorni aniq chalg'itibdi krossovka. Yo, o'zi bizga to'pning yo'nalishidan ko'ra krossovkaning yo'nalishi yaxshiroq bo'ldi-da, muhimroq. Demak, ikkinchi bo'lim boshlandi. Xo'sh, San'at. darvozabon to'pni qaytardi. Hozir Lutfulla To'rayev to'pni o'yinga kiritadi. Havodan uzatib berdi va Wow! juda yaxshi Farhod. ushladi va Afonin. Rikoshet. sal qoldi. Ketdi o'ng qanotdan yana bir hujum. Oybekmidi bu 9-raqamli futbolchi? Boya Oybek Pauza. deyishgan dedi. Orqaga olib qo'yishadi. Yo'q, yo'q, uzatma. yo'q. Zarba Zarba, yo'llandi. to'p aylandi, sal qoldi. Ozgina noaniq. Formada hali ham Anzur. Jamoa sardori. Zo'r pas bo'ldi. Hojiyev Yo'q, yo'q, ajoyib tarzda yo'q. o'tkazdi Yo'q. to'pni. Ursa bo'ladi. Hakam. Va Erkinov darvozabon to'pni qaytardi. Yaxshi sharh eshitmayapti, bizga ham kelishlari mumkin. Mana shu joyda juda chiroyli o'tkazib yuborish. Ajoyib. Bayroqchi ko'tarib yuboribdi. Hakamiga bosim o'tkazishyapti. U bayroqchani ko'tardi, hakam shunday chaldi nazdimda. Yoki chalmagan bo'lsa ham bizga eshitilmadi. Borib yon chiziq hakamiga qilingan harakatlar uchun sariq kartochka ko'rsatadi. Baribir zarbagacha yetib borishdi-yu. Juda yoshlar o'rtasida tafovut bo'lsa ham, klass o'rtasida boshqacha farq borda, shu ham ta'sir o'tkazyapti. Zo'r alda o'tib ketdi va Darvozabon. Sevga gap yo'q. Shuning uchun ham ikkinchi avlodligini bildirish uchun Z degan yozuvlar bor. Z avlod bilan 90 80 80 90.
Jahongir oldinga pas Sardor edi va zarba yo'llandi. Yana bitta zarba gol. 3-1. Amir Rashidov. Davron qizig'i +1 bonusi tugagandan keyin yana tenglik kuzatildi. Ha, O'sha paytdan foydalansin edi. Amirning golini hozir bizga takroran namoyish etishadi. Mana o'ng qanotga uzatma qabul qilib olib, Oybek ichkariga olib kirdi to'pni, zarba yo'lladi. Bitta joyda to'planib qolishgan ekanda himoyachilar. Va bir o'zi qolib ketdi Amir. Oyoqlari orasidan uribdi adashmasam. Shu joyda sovuqqonlik bilan o'ynadi-da. Juda bo'sh qolgan darvozaga tepgandek tepdi. Juda qiyin endi. Nima yetishmayapti desam, Odil Ahmedov yetishmayotgan ekan. O'tgan uchrashuv qahramonlaridan biri. Yaxshi uzatma. Va, Anzur ozgina. Qo'li bilan qaytaribdi, qarang. Penalti va sariq kartochka. Ana sizga burilish. Bor ekan. Va, ana sizga qarang. Vaqtida ishga tushirishibdi. O'sha qizil to'p qoidasini ishga tushirgan payt hozir penaltidan gol ursa ikkitaga hisoblanadi, hisob tenglashadi. Mana shu joyda tajriba o'z so'zini aytdi. Mana shu joyda lekin pari bilgani pari bilmas. Lekin urish kerak. O'zgarish bor. Ruslan Azizov tushyapti maydonga. Bu tomonda ham darvozabon almashyapti. Ruslan Azizov penaltichi bo'lgani uchun ham hozir o'yinni qutqarish uchun Sonix darvozabon almashtiryapti. Ursa hisob tenglashadi. Bu gol ikkitaga hisoblanadi. Ana sizga yurish. Darvozabon. Xo'sh. Yo'nalishni topgan ekan. Lekin Pardayevning zarbasi kuchli chiqdi. Ajoyib. Bir o'q bilan ikkita quyon urildi. Gap bo'lishi mumkin emas. hisobni tenglashtirmoqda. Naryoqdagilar hayron, nimaga hisob tenglashadi? Afsonalar osonlikcha taslim bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Dahshat bo'lyapti lekin Bombar Cupning finali. Esda qolarli. Nomiga yarasha. Hojimatni hayajonlanishini. Hozir ichkariga uzatma bo'ladi. Lutfulla To'rayevga o'ng oyog'iga qoldirildi va havoda kurash. Qayta. Yana bitta. Zarba! Gol! Shedevr ko'ryapmiz. Oybek Qilichev nima ijro etdi hozir? Qizil to'p bizniki deyishdi. Voy, dahshat. Lekin Davron hali super kambekdan ham yuqori kambekka mana bu jamoa yaqin turibdi. Sababi Sonix o'sha huquqni saqlab qolgan. Gap bo'lishi mumkin emas lekin. Mana shu joyda tajriba o'z so'zini aytdi. Bittasi tep olmadi, ikkinchisi tepdi deb baribir. Shu bekorga Oybekni alohida e'tirof etmaymiz. Borda unda hali. Birinchisi o'xshamadi. Mana. To'xtatmay. Oybek Qilichev. Super. Yaxshi hozir tep olmagan ekan Tojiyev. Bar uniki qiyinroq edi, juda qaychiydi. Buniki qaychimas, sal pichog'i ham aralashib yo'llandi. Aylanma bir. Yo'q, qizil to'pga ruxsat berildi. Pas havoda To'rayev olib chiqyapti, lekin hamon hujum davom etmoqda do'stlar. Uzatma. Ketadi kurash, darvozabon. O'yna deyapti referi. Hakam yo'q. Oxirgi urinish, oxirgi hujum. Bo'ldi, tugadi. Yotadi darvozabon. Bo'ldi. Vaqtni cho'zishi ham mumkin. Yosh jamoani yugurishga majbur etib o'zi hal qilib ketyapti. Bo'ldi. Bo'lyapti. Legends jamoasi Bombar Cup 2025 g'olibi. Finalda 5-4 hisobi qayd etildi. Ha do'stlar, super final. Bombar Cupning keyingi mavsumini kutib qolamiz. Ko'rishguncha.
Sonic jamoasiga alohida respektki, ular nomdor futbolchilarga qarshi o'zlarining haqiqiy yuqori darajalarini ko'rsatishdi. Hojimat ajoyib jamoa tuzganligi bilan bemalol faxrlansa bo'ladi.